Telefonni olsaydi bo'lmaydi mana balo. O'zim olarkanman deb. Keyin oldim, endi chiqish kerak. Alo. Ha, boss. Tezroq kellaring. Tezroq, yangi topshiriq bor. Ha, hop, hozir boramiz, boss. Tok. Oy. Ham, Men kim bo'lardim? kirur. Ertalabdan kompyuterda o'tiribsizmi bular? Nima qanday yaxshimasi? Bo'pti, shu 3-4 ovqat yeb olib hali bo'z soldi o'tish kerak, chaqiryaptilar. Bo'z. O'tirib ovqat yeb olaylik. Voy, men to'yib qoldim, nondan ham 3-4 yeb. Bo'z 3-4 yana yeb olib qolay. Ko'proq. Bu hangi ortiq qoldi? Ha, bo'ldi, menimcha ketdi. Qurollarni olib ketdi bo'ldi. Hozir o'z jahli chiqadi. Branchilik kiysammikin, kiymasammikin? Taqshim kerak. Pichoq montirovka olindimi sizda? Manda olib pichoq, montirovka, pistolet, patronlar. Yo, menda qo'lqopim bor. Qarang, kartuyimda endi tartib ochsangiz, uni 3-4 rasmi turgan bo'ladi. Shu yoqqa kirgancha ko'rib olasiz, qayerga qo'yishingizni. Ketdi. Antiqvar, zamonaviy liftimizdan tushamiz endi. Ketdi. Ertalabdan yugurgan foyda sog'liqqa foyda so'radi. Qarayapti, do'kon ochilibdi. Do'kon birdan ochilibdi. Meni hozircha temizlamiz. Sen puling yo'q-ku, nima qilasan? Farqi yo'q hamtu. Kimdir moshni qo'yib qo'yibdi, namichi chiryapti bu moshni. Kimdir axlatib qo'yib ketganda ketdi. Salom, Jerry. Salom janob Max. Biz topshiriqni olgan tayyormiz. Xolos, bizga topshiriq shu. Senga lokatsiya emas. Yozilgan karta qog'oz. O'sha yerdagi korobkalarni o'sha qog'ozdagi yozuvlarga eltib berasizlar. Hozir ko'ringlar javob yozig'i. Shu bitta raqam, bu yoqqa. Вообще zoyu. Bilmadim, sizlarga mashina beramiz. O mashina berishar ekan. Zo'r, qatta mashina, qat turibdi. Tashqarida turibdi. Ana axlat mashinami? O'sha axlat mashinani sotib olib. Ha, mayli. Mana bu kalt bilan siz haydaysizmi? Siz notebookni olasizmi? Yo'q, kerak emas. Ketdi. Yaxshi qolinglar. Ketdi. Hozirgi masxara qilib ketgan mashinamizni endi haydashimiz kerak. Oppa, haydang bros. Axlat haydagim kelmayapti. Endi nima iloj? Korobkalarni hali yetib berish kerak. Shuncha korobkalar bor. Diskalar zo'r ekan mashinani. Mana diskalar yoqdi ko'proq. O'zdan ko'ra. Namichi sekin. Bunga faqat bilan eshikka qilishgan. Bu mashina вообще qiyin. Sal-pal meni yaxshiroq kuchaydi. Qalish kerak. Mayli, kamsib tashlamaydi.
Peki daraxt qayerdan olding? Boyga sindirgan daraxtingmi? Qo'limda daraxt turibdimi degan savoli bor. O'ch git. Yeb bor ekan. Mani urib ketdi nima bor? Voy. Bitta mashina eshigini ham dabdala qilish, xullas quroldan olish kerak emas menimcha. Bitta ikkitasi mana shu tikida. Ketdi. Plakatdan bitta ko'rib olaylik yana. 5-chi tarish deyishyapti. Voy, sal qolib tushib ketib qolishimga. Mana eshiklari ham ochiq yotibdi. Qaysi podyezdda? Qaysi uy? Chap tomonda menimcha. Hoy. Eshik ochiq. Hoy. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mana men bu sizga yetkazib berishimiz kerak edi. Shuni hozir sizga berdik. Bo'ldi. Eshikni ham biz yopdik. Pul ham bermadi bu vaqt. Mana shu kartadan pul olganimiz kerak. Hop, ikkinchi manzilni ko'rish kerak. Ikkinchi manzil o'tdi dastlabki emas. Ikkinchi manzil mafiyos otasi. Uni karshiladi. Do'kon shuriy sizammi, bro? O'sha yerda karchi o'sha odamni o'ldirib tashlashimiz kerak ekan. Nima? Iloj. Bizning ishimiz shu. Otabek, Men bu yerda o'tiraman, siz haydaysiz endi shu yerga. o'zing hayda. Hop, Hayda dedi. borib olishimiz kerak. Qani, ketdi. Daraxtlarni yoqib o'rayotgani. Telefon qilibdi senga. Ko'tarish telefonni. Telefon emas menda hozir yonimda. Keyin ko'tarding-da. Hop, gapirma. Ber tur, men gaplashaman. Ushlab tur meni. Ko'tardingmi? Alo, boss, assalomu alaykum. Короче, to'ralarda Jiguli turibdi, ko'rasizlarmi? Ko'ramiz. Mashinadan tashlaring yoki portlasanmi? Xullas, Jigulini ollaring bo'ldi. Bu ham Jiguli, nima farqi bor? Shuni ol bo'ldi, gap cho'zma. Qo'p qo'yur. Mashinaga tashlab ketaman. Bitta mashinani ortidan netdi. Bitta men kalti ham kerak emas, o'ziga mashina. Ketdi, bitta pichoqni ochib tashlayman. Eshigiga qo'lni otib tashlash kerak. Yo'q. Tortib turib turing. Bro. Endi zavat qilish kerak. Ketdi. O'tiring. Men qanaqa o'tiraman hozir? Burchiga qo'yaman. Kim bo'lsa ham bo'la qoling, tezlashing. Signal ishlab ketdi, bo'la qoling, bu. O'chmabdi. Joning borida qochib. Joning borida qochib. Ekan bor. Tezlashaman deb avariya bo'lib o'lib ketsa. Ehtiyot, yo'q. Ekan. Xullas, tayyormisiz? Men tayyorman. Mashina qo'yganman. Bildim. Bu yoqqa o'ting. Bu yoqqa ketdimi? Avval Abug'ani eshitdi. Hozir bizning mafiyaligimizni bilmaysan. Siz kiymingizni yechib oling, bro. Men kiyimim yo'q. Yechib olasizmi ustingizdan? Chunki qurolingizni ham olib qo'ying. Assalomu alaykum. Voy, berkan shu kimlar? Yo'qon hamma. Yo'q. Kimligimiz qo'yib, sal xolim meni qurol ko'tardingmi? Bu boshqa gap endi. Ko'tarib jasadni o'tvoraylik, keyin kiramiz ichkariga. Tayyormisiz?
Jazo oldingda. Men garchi anaqasini o'ldiraman, qo'riqchini otib tashlang, qo'riqchini otib tashlang. Bular hech kim qarshilik ko'rsatmayapti degan savol yuzga keldi. Nima turniydi? Notebookni olib ketish kerak edi, yozuv bilan. Stolga ham silib ketdi bilan balo. Men bitta qarang, zarasimizni sosib qo'yishdi. Bizlar o'tirmoqchimi bular balo. Ma'lumot. Bitta hech nima yo'q. Bu ketdi. To'xtang. Birov xonamda kakras kansaner yo'q. Ana, kansaner. Asillar ham topam. Da, zo'r ketdi. Manchirovka bilan yana mana olib ketaveradi. Yo'q kerak. Bu ayol qo'shilgan. Ketamiz. Ana, ketdi. Talon-taroj ham bularni lekin berish kerak bizga. Mashinani tarjih qo'yib qo'yasizmi o'zingiz yo o'zim qo'ying? Qo'yib yuborur. Biz ham olib qo'yish kerak. Zo'r ketdi. Hozir shunaqa ko'proq pullarni qilib hali yig'amiz deb o'tdi. Uzoq vaqt ishlaymiz. Pul yig'ib olib, keyin o'zimiz boshqa kompaniyada, ya'ni ish ochamiz. Mayli, xoschalik bizga bu ham bo'lib turadi. Bosga narsani topshirishimiz bilan ko'ramiz yog'ini, keyin nima qilamiz. Ana, salom. Xo'p, bos, mana sizga aytilgan narsalar. Mana buni oling, keyin ana o'qitlarga qo'yib qoldi. Ana mapga qutiga qo'yib qo'yar ekanmiz. Qutini ichiga qo'yib qo'ying siz notebookka. O'z notebookdan bormi? Xullas bos, oylik qachon chiqadi? Oylik ertaga chiqib qoladi. Hammani. Ketdi tashqariga, ketdi. Qotillikka oylik ertaga chiqadi. Ketdi. Xullas, do'stlar, bizning hayotimizni o'zingizlar ko'rdinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, hammaga xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling.